Teridagi oq dog'lar, ya'ni vitiligo davosi yo'q deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta buni davosi bor. Faqatgina eski dog'lar 1 yilda, yangi dog'lar 3 oydan 5 oygacha yo'qolib ketadi. Buni ishonch bilan ayta olaman, chunki buni sababi bor. Oq dog'larning sababi juda ham oddiy. Ko'pchilik e'tibor bermagan holat. Qurt gijjalarning organizm nihoyatda darajasini oshib ketishi va intoksikatsiya natijasida teridagi holatlarning buzilishi, immun tizimidagi o'zgarishlar va boshqa stress holatlari ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Albatta buni yechimini topish uchun sababini o'rgangan holatda oq dog'larni yo'qotish dasturini tuzib beramiz. Oq dog'larni davolash uchun o'zining alohida programmalari bor, albatta tabiiy giyohlar asosida. Buning uchun albatta bizga bog'laning. Videoda telefon nomerlar bor. Konsultatsiya tekin. Bemalol bog'lanib, chuqur ma'lumot olib, unga qarab siz dasturni sotib olishingiz mumkin. Agar sizni o'zingizda, farzandingizda, yaqinlaringizda vitiligo, ya'ni oq dog' bo'ladigan bo'lsa, albatta bu videoni shu kasallik bilan og'riyotgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.